Xo'sh, assalomu alaykum akalar. Aka nima bo'ldi bu? Sog'liqchami? 3,5 sog'liq. Barakasini bersin. Tishi nima ekan tishi? Şey panca. Panji qo'y. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Bizda 100 ham olib qo'ying. Ertalabda yaxshilik qilyapsiz. Bozor qanday? Bozor yaxshi. Bo'ladimi? Soatimiz 7:30 bo'ldi akalar. Kun endi yorishdi, endi boshlandi bozor. Amaki birinchilardan xudo xolasa. Salomat bo'ling. Navosda kelyapti akalar. Xo'p, akalar assalomu alaykum hammaga. Qisqacha e'lonimiz bor. Bu Ozod Norbek kanalida ko'ryapsiz hozir bu videoni. Yana Jizzax chorva bozorimiz bor edi bitta ukamizga bergan edi, to'g'rilab berdim. Ukamiz kanalimiz taktika bilan chopib, akkauntlarni o'zgartirib, ish qilib yo'qib ketgan aldi. Hozir yana bitta kanal ochganmiz, boshqa 12 tami 11 ta odam bor unda. O'shanga o'tib podpiska olib qo'yinglar, qaranglar, bo'ldi. Endi bundan buyog'iga mana bu Ozod Norbek kanalida chorvani videosi chiqmaydi. Bu hafta chiqadi, keyingi hafta chiqadi. Ya'ni keyingisi 7-dekabr bo'ladimi? Xudo xolasa o'sha 7-dekabr chiqadi. Ikki bozor chiqaramiz, undan keyin chiqarmaymiz. O'sha aqshom olib qo'yinglar. Bu bozor keyingi bozor chiqadi. Xo'p, akalar, ketdi nasib bo'lsa, boshlaymiz videolarda. Kam kuchtaga rozi bo'lasizlar. 7:30 bo'ldi soatimiz. Endi tong yorishdi. Vaqtli kelganimiz bilan bu yerda hech kim savdo qilmadi, boshqa narsa qilmadi deb aytishar. Shuning uchun rozi bo'lasizlar, xudo xolasa. Ketdi. Like-chani bosing, boshladik. Xo'sh, ketdi akalar. Endi qo'y qo'chqorlardan boshlaymiz. Birinchisi mana bu yerdan. Aka kim bilan gaplashamiz? Siz bilanmi, siz bilanmi? Xo'jayin berdilarmi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Narxlarni aytib ketaylik, maylimi? 6 dan bo'layapsiz. 6 dan bir joyda yo'q bermayapsiz. Tishi nima bo'ladi? Panji qo'ylar nechta donaga berdi? 10 ta, 6 dan. Yo'q. Qo'shib savdo qilsa berasiz. Davom bormi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaranglar. Moshin bozorda moshinchilar. Yana qo'ylar keladilar. Barakani qaytalaymi, bilasizda? Qo'y bozor barakani. Zahir, o'zingiz yaxshimi? Rahmat. Endi o'tib berdi. Boshqa blogerlar ko'payib ketdi-yu. Qayerda? Bozorda san yo'q. Aka, zo'rda yaxshi bo'libdi-da. Aka, biz ham sal dam olaylik. Tamam. Charchab ketdi deydik-ku. Havolni nima qilding? Havol tushirdingmi? Havol, kecha tushirdik aka. Просто kecha отчет qildik aka. Shunchaki aka savdo bo'lyapti. Narxidan tushmabdi aka. Tushmabdi. Bu kishing omad. Mayli aka, salomat bo'ling. Charchamang. Akalar 6 milliondan qo'yiladi aytgan. O'zim amakim tanish aka chiqib qoldi, shuning uchun ular bilan ozroqgina hangama qildik, to'g'risizlar. Xo'p, mana bu yerda yana qo'chqorlarimiz bor. Akam, assalomu alaykum. Tishi nima ekan bularni? Panji qo'ylar. Aha, oho. Nech puldan qildi buni? 8,5 dan. Barakasini bersin. Mana sizga 8,5 dan yo'q akalar. Panji qo'ylar. Assalomu alaykum. Akam qo'rmay, yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimi? Tinchsiz? Uydagilar yaxshimi? Qanday bo'ldingiz? Nima bo'lyapti? Nechta bor bu yerda qo'chqorlarimiz? 9 ta qo'chqor. Mana sizga tishi nima ekan bulardi? Cho'rib, 2 ta panji. 2 ta panji qolgan akalar hammasi chori qo'yiladi. Nech puldan qildi, so'rashdimi? Bir joyda 6,5 milliondan qilyapti. 6,5 dan bir joyda. Mana olisini 8,5 qilyapti. Buni 8,5 qildi. Bermadingiz. Ha. Hozir olib borishamagan hali. Hozir olib boraman. Qarang. Sidqidildan bitta gap. Hali vaqtimiz bemalolmi yo didga hali urmadimi? Yo'q, bor hali. Hali bor, oz bor, ha? Oz qo'shsa xudo xolasa ishi bitadi. Xudo xolasa bitadi. Barakasini bersin aka, anasaga. Qo'chqor so'raganlarga akalar Jizzax chorva bozoridan videoni ko'rsin. Nomer bormi? Shoshmang, yana bormi bundan? Bor. Aha, ana go'shiga, yeb ichishiga hammasiga javob. Ana suv berishiga bo'lsa ham gaplashilaveradi. Ayting nomer. 99 597 0506. Aka, barakasini bersin. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Oyoqlar kerakmi? Uka, men masalan to'y maraka qilayotganlar bor. O'zi o'shani ham bir yo'lga qo'yishimiz kerak. To'y maraka qilayotganlarni bir xillar, uka, men avro bozorga borib o'tiramanmi? Shunday suydiraman, o'sha chiqqan kilogrammiga pulni gaplashaveramiz deganlar bo'lsa ham, yig'ini qilamiz xudo xolasa. Bu aka bilan o'sha masalasi bo'yicha ham gaplashaverasizlar, bexijolat. O'shasini komment yozib ketinglar, shunaqa qilsanglar qanday bo'ladi? Endi xalqqa foyda bo'lishi kerak. Masalan, domda turadiganlar bor, qo'y bozorga kelib, mol bozorga kelib savdo qilib olishga vaqti bo'lmaydiganlar bor. Toshkentda shunaqada, misol uchun. Bizniki ham menimcha Jizzaxda ham aslida shunga ko'niktirib o'rgatsak bo'ladi. Kelib o'tirishmaydi, telefon qilishadi, ukajon, qo'ying bor ekan, deydi, menga shu atrofda keladi deydi, suyishadi, ya'ni pulni kelishadi oldin, suyib, sirasi o'sha go'shiga hisob-kitobini qilishaveradi. Bo'ladimi shunday qilsanglar? Ya'ni ham xudo xolasa videosini ko'rib chiqamiz akalar, nasib bo'lsa qilamiz. Assalomu alaykum. Amak yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Amak xaridorimiz sotarmon. Qaysi birisiz? Sotarmon. Amakimdan. Amaki assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Uzr, ha? Chapaqiragingizga amaki deb qo'ying, go'sht katta edi. Nima bo'lyapti aka? Qo'ziqo'shqirlarning bari? Bermaganingizni ayting narxi. Yoz keldik bozorga. Endi keldik. Barakasini nechta so'rayapsiz?
5 kam bor debsiz. 5 million kami bor. Barakasini bersin. Aka, siz bugun nimaga keldingiz? Tomoshaga, ko'rishga, aylangan. Tomoshaga keldim. Tomoshaga. Qarang, bir gap, bitta narsa hozir ideya kelib qoldi. Bir anchadan beri esimda yurardi, prosta hozir taka aytib qoldi. Sal 3-chiqardim, mana eslab qoldim, shuni aytyapman. Qarang, o'zingiz-chi mana sidqidildan. Qayerda turasiz? Alas. Ravatda. Xo'p, endi sizlarda bo'ladi. Masalan, bu yerda shaharda turayotganlar, to'y maraka qilayotganlar bor, o'g'lini uylantirayotgan, sunnat to'yi bor. Endi baribir marakaga demoqchi bo'lgani qo'y so'yiladi-da bizda. Hamma marakada so'yiladi. Endi qarang, biz shunday qilsaylikki, odamlarga yengil bo'ladi. Siz o'zingiz fikringizni ayting, xolisona. Misol uchun qassob akamiz bilan gaplashsaydi, misol uchun qo'ylar turadi, odamlarni o'zi borib, misol uchun telefon qiladi, "Ko'jon, menga shunday qo'y kerak, shuncha kerakli bo'lsin" taxminan. Endi bari nari beri bo'ladi. Marakalariga bozorga kelmasdan turib, o'sha yerda o'zidan sotib olib, so'ydirib shunday qilsa, o'shani yo'lga qo'ysa nima deysiz? Bo'ladi. Toshkentda shunaqa narsa bo'lib ketganda hozir. Shunday. O'shanaqani o'zimizdan yo'lga qo'ysa, endi to'g'ri, balkim bu yerda ravatdalar yoki boshqada uyda chorvasi borlar, unaqa ish qilmas. Lekin mana shahar turayotganlar bor, misol uchun dom turayotganlar bor. Shunaqa qilib qoldi. Shunaqa qilsa bo'ladi, shunaqa qilib qoldi. Bo'ldi. Akalar, значит, yaxshi ideya, shunaqa qilsa bo'ladi menimcha. Amakijon, charchamang. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, menimcha unaqa ideyani qilsak bo'ladi ekan. Akam, assalomu alaykum. Kimdan akam? 72 milyon taroziga savdo bo'ldi. 72 million 72 ming so'mdan. 72 mingdan joy veska. Hal tarozi qilinmadi. Endi taroz tortamiz. Aka, sochmang. Hech kim ko'rsatmayman. Assalomu alaykum. Hech kim ko'rsatmayman akalar. Faqat bugun qo'ylar olgan kelganmiz. Charchamang. Xo'p, akalar 72 mingdan joy veska. Aka, tishi nima bo'lardi? Shak. Hammasi, ha? Qo'zidan endi chiqadi. Qo'zidan endi chiqadi. Aka, rahmat. Barakazor. Salomat bo'ling. Olindimi bu 8 ga? 8 millionga mana qo'shqarimiz olindi. Mana sizga. Ammo aka, siz oldingizmi buni? Yo'q. 8 millionga qo'shqarimiz. Barakasini bersin. Zo'r. Bularni hech bildan bo'ladimi aka? Bilmadim. Barakasini bersin. Ammo akam aytganlari kelmadi menimcha. Mana sizga bu bitta yana qo'zi qo'chqarlar akalar. Ammo aka, siz bilan gaplashamizmi? Assalomu alaykum. O'zingizni ko'rsatmayman. Yaxshimisiz? Sog'lashasiz. Qo'zimi bari? Bari qo'zi. Bari qo'zi. Nech pullar bor? 6,5 million. 6,5 milliondan so'rayapsiz. Bermaganingiz qancha? So'rashdim bozor. 50 ham so'radi, 55 ham so'radi. 55 ham so'radi. Yo'q hali. Aha. Bari qo'zi nechta bor bu yerda? 12 ta. 12 dona. Barakasini bersin. Ana sizga 12 dona akalar. Qo'zi qo'chqarlar. Zo'r. Akam, assalomu alaykum. Sizdanmi bular? Charchamayapsizmi? Nima bular? Sog'liqlarmi? Sog'liqlar nechta bor? 27 ta. Yoshi ham bor ekan ichida. Ona bolasi ham bo'lmadi bitta. Aka, ona bolalari ham bormi? Nechta? Nechtasi tug'di? 2 tasi tug'di. Nech pul bular? 5,5 dan. Bermadingiz. Yo, so'rab turibsizmi? Bermadim. 5,5 dan yo'q. Siz nima dedingiz bularni? Shoq chori. Ana sizga. Ikkita va uchta panjisi. Barakasini bersin. Ikkita uchta panjisi ham bor. Aka, rahmat. Charchamanglar. Aka, nechta bor berdi? Assalomu alaykum. 40 ta bor. 40 ta. Endi olib chiqyaptimi? Ana qo'radami? Bo'ldi, bu qo'rada shularga kelgan akalar. Assalomu alaykum, hurmatli akam. Tashamadingizmi? Tinchsiz, sog'layapsizmi? Bitta chekilsa bo'ladimi? Qo'zi qo'shqarlarim bari? Ana sizlarga akalar, qo'zi qo'shqarlar. Haydalab, rachkalar. Hayda, yur. Yur boring. Ana sizga. Qo'zi qo'shqarlar bari. Nech puldan, nima bo'lyapti narxi? 39 dan qilyapti. 39 dan bozor so'radi, bermadingiz. 39 dan akalar bozor so'ragan, berilmagan. Quloq tozasi ham bor ekan, sal bitta. Yo, uni ko'rsatdim, unisini ko'rsatdim. Baylayapmiz. Qo'zi qo'shqarlar 39 dan yo'q. Yo'q, bo'padan bo'lsa aydilar, 4 milliondan bo'lsa gaplashamiz. Bormi yana davomi? Do'z 230 tasini barakasini olamiz. Uyda bor 230 tasi tayyor turib sotilgan ular. Yo'q, 230 taning barakasini olamiz, dushanba kuni kirib keladi. Ha, dushanba kuni o'zi yana keladi bir partiya. Joyda qanchadan qildi bular? Bir partiya yana keladi akalar. Nomer ayting. 88 009 009 22 57. 22 57. Telefon qilib akalar o'zdan behijoat gaplashaverasiz. Charchamang, salomat bo'ling. Voy, dastlabkasini qilib berasiz, kelishamizmi? Dastlabkasiga kelishamizmi? Dastlabkasiga kelishiladi. Bo'ldi, xo'p. Kimdan ekan? O, buni egasi kim buniki?
Yo'q, akam mana emas deydilar. O'zingizni ko'rsatmayman, narxini siz ketaman akajon. O'zingizni ko'rsatmay narxini. 3,5 dan. Qo'zi qo'chqarlar bari. Bermadim 3,5 ga, bermadingiz. Ha, 3,5 dan so'raysiz. Qanchadan bermadingiz? Savdo bo'lmadi. Barakasini bersin. 3,5 dan egara so'rab turibdi. Hali akalar, xayrli savdo bo'lmadi. Rahmat aka, salomat bo'ling. Aka, sog'liqlarmi bular? Assalomu alaykum. Egasi kim sizmi? Sog'lig'imi bor aka? Nech puldan bermadilaring? 3 million 400, 3 million 300. Barisi qochgan naqd olasa, tishi nima bo'ladi? Panjisi ham bor akalar, aralash yoshi ham, panjisi ham bor. Barakasini bersin. Bu taraf ham sizdanmi? Aka, katta aka. O'zingiz ko'rsatgan bemalol hangima qilavering. Bular nima ikkalasi bir xilmi hammasi? Ha, bari. Yo, bular sal yosh kattaroqlarmi bular? Bari bitta qo'ra. Bari bitta qo'ra. Bu qayerda qo'ylari bu? Sal basharasi boshqacha. Qozoqnikanmi? Barakasini bersin aka. Bu qarang. Bormi yana bunda? Bor. Qayerdan adres? Adres Bobirda. Bobirda. Tirikchiligimizniki? Kelishda beramizmi? Topolmay qadar yurganlar bo'lsa? Shunday. Kelishtiramiz. Hozir 30 turdan yo'qdi deysan bular? 30 turdan berilmadi. 30 turda so'radi. Ha, ko'tarasigacha aka. Ko'tarasiga 31da. 31 dan ko'tarasiga akalar. Ha. Bu yana enini ko'ringlar hammasini. Hammasi yosh qo'ylar. Nomer ayting. Nomermi? Ha. 94lik. 94. 94lik 341 20 341 20 02. Akalar, urg'och qo'ylar kerak bo'lsa aka aloqa chiqarasizlar. Aka, rahmat. Charchamanglar. Xo'p, qo'radan so'raganlarga akalar qo'radan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aka. Bular urg'ochlarmi bari? Sog'liqlar? Nechta bor bu yerda? 20 bitta. 20 bitta. Ana yoshlarimi bular? Qo'zilar. To'qlilarmi yo'q hali? Yo qo'shdimi bular? Qo'shgani yo'q. Hali qo'shma, to'qlan shunda. To'qlasak adashmaymiz. Akalar to'qli so'raganlarga mana sizlarga. Nech puldan qildi aka bermadingiz? 3 milliondan yo'q. Yana bom davomi? Bori shu. Adres qayerda? Adres Jizzax Oqqo'rg'onli mahallani akalari ana sizga. Endi sotilib ketib qoladi-da, o'zimiz nomerini qo'yamiz sizga aka. Bo'za ketib qo'y. Yo'q, qo'yaveramizmi? Mabodoga endi. Avvalo sotilib ketsin. Ketib qoladi, ha? Va ketib qoladi. Ichida qo'shqar ham bor ekan-a? Rahmat aka, barakasini bersin. Sotilib ketib qoladi. Ona bola so'raganlarga akalar mana ona bola. Assalomu alaykum. Akam, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Nech bilan bermadingiz bular? Endi ishladim. Endi. Ha, nech bilan so'rayapti? Endi nech pul so'rayapsiz? Ondan da. Tishi nima unalar? Boshqa. Chori. Ha. Panja qo'y. Bu. Barakasini bersin aka. Bolalari bir urg'ochi bir ikkimi? Bir urg'ochi bir ikki. Hali bozor so'ramabdi. Aka rahmat, charchamang. Ona bola so'raganlarga akalar ketdi ona boladan. Aka, ona bolani nech pul qildi? Assalomu alaykum. 6 milliondan so'rayapti. 11 million 200 ming qildilar. Bozor 11 million 200 qildi. Tishi nima onalardi? Chori. Bolalar nima? Erkak urg'ochi, urg'ochi ikkalasi. Barakasini bersin aka. Salomat bo'linglar. Ona bolani nech puldan so'rashdi? Assalomu alaykum. Aka nech pul qilishdi? Ikkitasi erkak, ikkitasi urg'och. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimi? Televideniyadanmi? Bilaman. Nech puldan qildi bular? 52 dan qildi. 5 million 200 dan. Ikkitasi urg'och, ikkitasi erkak dedingiz. Bu onalar tishi nima? Onalar shu 2-3, 2-3. Bo'ldi, 2-3 tug'ishlar. Anonimizni 3 million so'radi. Ha, bu nima? To'qlama. Meranasi dumli qo'y. Ha, Bolasini 3 million so'radi. bo'ldi. Bolasini 3 million so'rashdi. Bo'ldi. Barakasini bersin aka. Qaytayapti, bo'pti. Endi aka, ular buni mazza qilsin-da endi. Buni bo'ling YouTube'ga. Xudo xolasa. Har safar ko'rganda aytaman. Bo'ldi aka. Charchamang. Bo'pti. Ha, salomat bo'ling. Xo'sh, mana bu yerda yoshlar bor ekan aka, uzr.
Aka nechi puldan so'rashdi bo'ladi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? 43 dan. Nima qo'shqarlarmi bular? O'zi qo'chqarlar 4 million 300 mingdan yo'q akalar mana sizga. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling, rahmat. Yo'q. Ozod Nurbekov, Jizzax chorvayasi chiqar aka. Aka nechi pul qildi bularni? 7 dan qilyapti. Urg'ochi ikkalasi ham. Qo'shmaganmi? Qo'chgan ikkalasi ham. Mana sizlarga. 7 dan dedingizmi? 7 dan. Yo'q, kelmayapti. Qo'yni sotdim, pul to'laylik deb. Ona bola nechi pul qildingiz akam? Assalomu alaykum. Ona bola emas. Yakka o'zimi? Ona bola nechi pul qildi? Bizga ona bola qiziq. Yalchi so'ramayapti-ku. Nechi pul so'rayapsiz? Shig'li qilyapman-da. Yalchi so'ramayapti. Shuni ko'rib qochib ketdi. Tushunimi? Ayting-da buni. Bilmayman. Yo'q hali. Barakasini bersin. Ana uni aytib, yana aytib. Aka to'qlilarmi? Nechi puldan qildi? 32 dan so'radi aka. 3200 dan so'radi, bermadingiz. Barakasini bersin aka. Mana sizga yoshlar akalar, to'qlilar. Aka nechi pul qildi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat, tinchmisiz? Qo'chqarcha, o'ntayda bittasini sotdim. Nechta qo'chqar to'qqizta? O'ntayda bittasini sotdim. Chiroyli ko'rsatinglarmi? Nechi pul bermadingiz? 3 millionga sotdim bittasini. Bittasini 3 millionga. 9,5 dan so'rayapti. 9,5 dan? 29,5. Ha, 29,5 dan. Mana ikkalasini 28 dan so'radi. Ikkitasi kichkinani 28 dan. Yo'q, bermadingiz. Nargilarni kuzatib Barakasini bersin. Yo'q, katta-kattasi ham bo'lgan aka ikkita. Aka, charchamang, salomat bo'ling. Mana bu yerda savdoni zo'r ketyapti. Assalomu alaykum. Akaginam Murod. Tur. Pishgandir. Yo'q, qisa, olasan shuni hozir. Qaz bo'ldi qay. savdoni ajali akalar, savdoni ajali. Yo'q. O'zlar bu yerda ko'rsatmaymiz. Aka nima bo'lyapti savdo? 35 million bir joyda tik. Nechtasi? 10tasi. Shavkatboy. Qo'zi qo'chqarlarmi bular? Changiz yo'qsa bildi. Aylansin. 5 million. Bormi? Yo'q. Ha, shuni ana 4 tani berasiz-ku. Buyog'i ketdi qiyalabki. Giriga boradi, giriga. Lamchgacha. Bor baraka. Shavkatboy. Gapiring ha. Gapiramiz. Men yomon pulni aytmayman, chirag'im. Savdoni jinnis aka. Bu Murod aka bozorda naq pichog'i bo'ladi. Ketmasan, bir shapat qo'yib bo'lsam beraman, men unga olmayman desa, barakani bering. Bor baraka. Bering endi, bor baraka. Mana uni ham ko'rayapman-da. Ya qarayapman-da. Ha, sen ham bitta shuni aytib olding, bular ham. Ha, bu ikov qayerga kelyapti bu? Tumbasini olib tashlaymi? Nechi puldan Murod aka? 3,5 million. Qo'yasiz 10. Ha, tekis. Eren boy bozor pul bo'pti lekin. Ha, uchida katta. Beringda endi men qarang, el aytayapti-ku, el sizga. O'lchita maydasi. Ayo bundan ziyod ham bermoqdik, Ayni nima qilay endi? Bloger ayta. Nima qilay yana? Endi aka tovar bunikida savdoni qiling, baribir ha degandan bitta ko'nmaydi-ku. Ha, baribir ozroqni ha qo'shsin deydi baribir. Shunday qildi. Qo'shsin deydilar baribir aka ham. Qo'shaymi? Qo'shdi. Ha, qo'shing. Shuncha odam shu yerda mana. Mana 300. Mana san'at deganimni aytib turibman-da, men nima qilay endi? Hozir birovga mana unga 100 so'm berdi, bermaydi. Nima qilasan deydi? Qo'y 35 million pulini ol, qo'y, nima qilasan? 4 ta odam yig'ilganiga oyoqdan nima qilasan, aka? Bitsa bu chachak bozorda ket. Barakasini bersin. 35 million so'm pul. Bug'i bo'lsa ham olib beraman deb. Savdoni ajali. Ochiq bo'ldi tamom. Akam tarasini o'chirib qo'ydik, fonga qo'yib qo'yamiz. Bir barakani qolgan qiziq emasman. Gapir 35 million barakani ber. Ya beramiz-ku, u pul bo'lmaydi. Doktorjon. Mana sizga bu aka. Barakasini bersin. Ona bolalar qiziq bizga ko'proq, akalar. Ona bola so'raganlar ko'p. Assalomu alaykum. Akalar, hormanglar. Ona bola nechi pul? Ona bola 7 kami bor deyapsiz. 7 kami bor deysiz. Bozor qilganini ayting. 6dan so'radi. 6dan so'radi. Onalar chinimi? Qancha qo'ylar? Qancha qo'ylar? Bolalari katta-katta ekan. Bolalar urg'ochi erkak aralash. Ikkita qo'shqar bittasi urg'ochi. Rahmat aka. Barakasini bersin. Bosh bolani ham chiqarib qo'y. Xo'p bo'ladi aka, xo'p. Ona bola nechi pul qildi aka? Kim biladi ana shu har xil qilyapti. Bermadingizmi? Mayli. Ha, akam asablari buzilib turibdi ekan.
Assalomu alaykum. Ona bola nechi puldan? Ona bora. Kim katta? Bu katta. Kim bilan gaplashamiz kattalardan? Kattalardan. Aytirasan narxini. Qanday deylar? Adam nima deydi? Ketganmi? Narxini aytasan? Bu sotildi 43 ga. 43 ga. Nima bu urg'ochi erkak? Erkak. Erkak. Aha. Bu Buchi? 41 so'rayapti. Bu 41 so'rayapti. Bu ham erkak. Yo, irg'ach. Bu urg'ochi. To'q bo'g'az. Barakatan bersin sizga. Ular akadanmi? Kattalarmi? Aka ona bolalar nechi pul qildi? Assalomu alaykum. Kim katta? Kim bilan gaplashamiz kattalardan? Amakimmi? Aka. O'zingiz ko'rsatma, narxini aytib ketaman. 8 million. 8 million qoldi. Ona bola, tishinimi? Cho'g'ri panj. Rahmat aka, charchamang. Akam o'zini ko'rsatdilar-da. To'g'ri. Assalomu alaykum akam. Baraka bo'ldim aka. Gaplashsak bo'ladimi? Ana aytibdi akam, ukajon kerak emas, gaplashmaymiz dedilar-da. Nima bo'ldi aka narxlari? Narxlar 43 dan bo'ldi. 43 dan bo'ldi. Nima bo'ladi? Urg'ochi erkak, qo'shqo'rlar ekan. Lampochkasini endi ko'rib biz akalar. Ana sizlarga tishi nima ekan bo'ladi? Hammasi. Nechta berdi? 17 ta. Barakasini bersin aka. Yana bormi? Davomi? Endi qanday, bo'yi qanday ular? Shunday ular ham? Nechta bu? 100 tacha bu. Qayerda adres? Zomin. Akalar, Jizzax Zomin 500 lik akalardan qiziqqanlar bo'lsa, eni bo'yi shunday. Hozir qanchadan ketdi dedingiz buni? 43 dan ketdi. E'dalar uylarga kelishtiramizmi? Yo'lkira qilmaysiz, chek bermaysiz. Dastlabkasi ham bor, kelishtirib beramiz. Akalar, qiziqmi? Telefon nomerlar qoldiramiz, gaplashasizlar, ayting. 93 93 217 217 0092. 0092. Ko'proq olganga dastlabki qilib berasiz, kelishasiz. Bizdan chiqsa, Ozoddan chiqdim, Ozoddan ko'rdim desa, 100 ming yuzing o'tamiz. Ha, yo, o'tib berasiz, qarang. Bizga chiqar ekan haqqingizni ularga o'tib berasiz. Maylimi? Rozimisiz? Rozi. Barakasi bersin aka. Salomat bo'ling, yaxshilik xizmat qilsin. Ana sizga, xo'p, mana yerda bitta tanish akamiz bor ekan. Tanish akamiz oldiga bir o'tib kelaylik. Manimcha shu nimani bir savdo qilib turibdilar. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingizni ko'rsating, menga. Nima bo'lyapti bozor? Yaxshi-ku. Qimmat, arzon nima deysiz? Semizroq, qimmat. Semizlar qimmat. Ana moliga qarab, qo'yiga qarab. Ana qimmatda. Araba Tinch bizarmi? Ko'rinmay qoldingiz, deyingiz? Xudo baraka. Sherdamisiz? Charchamang aka. Bozor qildimi? Nechta qildi? 8,5 dan qildi. Voy, undan aytuvlar mashum akam. Hali hech kim so'ramadi ular. 8,5 dan so'rashdan. Rahmat. Ona bola 8,5 dan. Mana ko'rsatdim, boya ko'rsatmadimmi, bilmayman. Aka so'radimmi, narxlarni so'ramadimmi? So'ramadimmi? Nech pul qildi ona bolalar? 5,5 dan. Onasini tishi nima ekan bular? Panji qo'ylar. Barakasini bersin. Bola erkak urg'ochadi. Ikkita. Rahmat aka, charchamanglar. Vida beramiz-ku. Xo'p, mana bu aka dumli qo'ylar bor ekan, akalar, dumli qo'y surang. Akam, assalomu alaykum. Nima qildi, nima ular narxini? 2 million 400 dan. Erkak urg'ochi? Urg'ochi ikkalasi ham. Hammasi. Qochganmikan? Qochmagan hali. Bu parodasi nima deylardi buni? Qorako'l, ha? Ana, dumli qo'ydi bilamiz hammamiz. Qorako'l. Assalomu alaykum. Bu ham bittami ikkalasi hammasi? Ikkita odamnikida. Ikkita odamniki. Narx ikkalasi ham 2 xilmi? 2 xil. Buni qanchadan qildi? 2750 dan. Ha, bo'ldi. Bu ham urg'ochi ikkalasi ham. Ikkalasi ham urg'ochi. Akam, assalomu alaykum. Nech pul qildi bo'ladi? 5 milliondan. 5 milliondan qilib bermadingiz. Yo'q. Bo'g'az hammasi xulosa. Tishi nima ekan? 4 tish chori. 4 tish chori. Barakasini bersin aka. Aka, nech puldan qildi bularni? 6 dan. Tishi nima bulardi? Panji qo'ylar. Mana sizga. 6 milliondan panji qo'ylar akalar, bari qochgan. Aka, bari sog'dimi yo ikkitasimi? To'rtalasi ham tuqqanmi? Endi beroq hisob. Nech puldan qildi bermadingiz? Ko'rinib turibdi-da, yarqov. Endi. Endi keldi. Barakasini. Xo'p, akam narx aytganlari kelmadi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi? Assalomu alaykum. Yo. Akamga reklama shart emas. Charchamanglar. Xo'sh, nima bo'lyapti akalar? Nima bo'lyapti? Nima bor yangiliklar? Aka, oldilaringmi? Assalomu alaykum. Nech puldan nima bo'ldi?
Amaki nechi puldan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Qancha madingizmi? Nechi puldan oldingiz? Bilmayman men bu. 3.900 dan nima? Erkak urg'ochi? Urg'ochami? Sog'liq qo'ylar. Barakasingizni tishlama ekan. Sho'ri 2, ikkita panji. Ikkita sho'ri, ikkita panja. Yanvar oyi tug'ib beradi. Yanvar oyi xudo xohlasa. Nechi puldan oldingiz? Cho'rak ham 39 dan bo'ladi. 39 dan deylik. Cho'rak ham. Cho'rak ham 39 dan. Barakasini bersin aka. Rahmat. Mana sizlarga. Aka nechi pul? 4,5 bo'ldi. 4,5. Urg'ochi. Yana bormi? Olganlaringiz? Hammasizdan. Kishi nima bular? So'q chori. Qanchadan tushib qolganlar? Shu 44-45. 44-45 aralash, ha? Barakasingizni. Endi bitta gap. Xudo xolasa tug'ib bersin. Qanchadan ko'taradi keyin bozor? Taxmin ayting, mabtani aytaman sizga. Tuqqanbaytimi? Ha, tuqqandan keyin taxminan nechi pulga sotasiz? 5,5 dan. 5,5 dan ketadi. Ha, bitta akam aytdi. Endi adashmaydigan bo'lsam shu 3,5 mi to'g'ridan dedi, olasan dedi. Shu tuqqandan keyin shu bir oygina vaqtida 7-8 ga ko'taradi dedi. Endi balkim adashgandirlar balkim. Shunday deyishdi, hozirgi bozor shunaqa ahvol deyishdi. Hozir 6 million, 6,5 million. Ha, barakasini bersin aka. Mana sizga. Hozir ona bola shunday yeydi. Aka nima qildi? Assalomu alaykum. 1 million 600 qildi. Bir joyda bermadingiz. 10 million 600 ga bir joyda akalar. Tishi nima ekan bular? Tishi anji. Qancha qo'ydi? Bolalar urg'ochi, qo'chqo'chi, urg'ochi. Rahmat aka, barakasini bersin. Voy, ona bolani nechi pul qilishdi? Ona bolani assalomu alaykum. 3 11. Hammasi tuqqanmi? Hammasi tuqqan. Tishi nima? Nima qo'y? Yosh qo'y. Yosh qo'ylar. Barakasini bersin. Hammasi yosh. Cho'ta bizda akamiz 7-8 bilan sotasan degani fake xabar bo'lganmi deyman? Allanganmi deyman? Mana qo'zichalar. Aka, assalomu alaykum. Qo'shqachalar savdosi savdolasa? Nima bo'lyapti? Aytavering aka, ketaman, sразу ketaman. Narxni aytib ketaman. 31 dan erkak urg'ochi, hammasimi? Hammasi 31 dan. Bo'ldi aka, rahmat. Barakasini bersin. Aka, uzr. Burasi Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Hormanglar aka, nechi puldan qildi? Erkak urg'ochi? Endi keldingiz. Bulardichi? Aytdim. Bitta erkak 3 targ'ash 9 million so'rayapti. 9 million so'rayapti. Bitta erkak 3 targ'ash. 3 urg'ochi, rahmat. Barakasini bersin. Nima qildi buni? 3 million so'rayapti. 3 million so'rayapti. Bermadlaringmi? Tishi nima buni? Panji. Qancha qo'y. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Hormanglar akalar. Mana sizga ichkaridanglar. Xo'p akalar, ona bolasi ham bor ekan. Qarlari ham bor ekan. Ha, ukajonim. Aka nima bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Mana ega. Olimni olim. Aka yo'q. Aka. Allayaptimi bular? Va, o'zingiz kuzatmayman. Nechi puldan olindi aka? 14,5 bo'ldi-da. Uchtasi 14,5 ha? Barisi urg'ochi? Barisi bo'g'oz akalar, urg'ochi. Qolganlardan xabarlaring yo'q. Sarimoni 3,5. Ha, bo'ldi. Sari bilan. Bo'ldi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Bu yerda aralash ekan aka, egalari ko'p. Assalomu alaykum. Akam, nima bo'ldi bular? Har xil bo'lyapti akajon. Urg'ochi erkak nima? Hammasi erkak, bitta arg'aysi bor. Erkak, bitta orada urg'ochi bor, mana sariq akalar. Nechi puldan qildi? Quyuqsi yo'q. 2 million 700 dan bir joyda qilish. 27 dan bir joyda. Bir joyda. Barakasini bersin. Kattalar nechi pul qildi? 2 ta, 3 tani. 3 tani 32 dan qildi. 32 dan qildi. Bermadingiz. Rahmat. 3 ta katta 32 dan. Aka nechi pul? Issig'ida. buni sotildi 24. 24. Erkak urg'ochi? Erkak. Barakasini bersin. Qo'zi qo'chqacha akalar 24. Aka rahmat. Mana qarri qo'ylardan so'raganlar bor. Qarri qo'ylardan akalar. Araga kirib olishimiz kerak-da bir. Ichkini qarang ko'pligini. Aka nechi pul qildi aka? bozor aka bozor Bermaganingizni ayting bizga. Biz internetga. Onani 1 million 200 qildi 12. Aha. Qolganlarinchi. Onani 1 million 400 qildi 1 million 400 qildi. Barakasini. Erkak urg'ochi nima dedingiz? Urg'ochi, ha? Rahmat. Urg'ochi hammasi. 4tasini 10 million 25 ta. Erkak urg'ochi aka, assalomu alaykum. Hammasi, ha?
Bu tarafga nechi puldan qildi? 2,5dan so'raydi. 2,5dan. Barakasini bersin. Buni va chiqarmay qo'ydingiz. Nima yoki to'yga qarangda menga bering. Chiqib aka. Bitta kanalimiz bor aka. Chorvani o'ziga qo'yilgan kanal bordi. Bittasiga to'g'irlab berdi, beruvdi, kanal chopib ketdi aka allab. Endi iloji yo'q, yana boshqa ochamiz. Unda ham chiqib turibdi lekin asosiy kanalda. Bu o'sha Ozod Norbek yozsa chiqadi aka. Ona bola nechi puldan qildi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu ona bola emas. Bu qo'zichalar addindan. Ha, arqon bitta bo'lganga endi. Aha, qo'zichalar addinda. Qo'zichalar addindan ikkovlasi. Lekin chota rangi o'shqayapti-da, yo addilandan sotyapsizmi? Yo'q, yana ular bo'g'oz. Bular bo'g'oz. Bular nechi puldan qildi? Bularni 3,900,000 so'radi. Erkak urg'ochi? Urg'ochi Urg'och. ikkalasi. Ikkalasi urg'och 3,900 ga. Bu ikkalasini-chi? Buni bittasi birinchi tug'ish, 4,5 million. Buni 3,5 million so'radi. 3,5 million. Barakasini bersin aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Aka bular nima bo'ldi? Bular qo'chqarcha. Qo'shqarcha nechi puldan bermadingiz? Buni 2,5dan 27 gacha so'raydi. Ha, 25 dan so'radi, 27 gacha so'radi. Bermadingiz. Barakasini bersin. Rahmat. Aka nechi pul aka? Bermaganingiz. 23 dan qo'shqarchalarmi? Urg'ochi 23 dan. Rahmat. Ama aka assalomu alaykum. Nechi puldan bermadingiz? Charchamadingizmi? Mana 2 million. 2 milliondan. Urg'ochi erkak? Erkak. Erkak. Mana ona qo'ymi? Bo'g'azmi yo bolasi bormi buni? Bosh to'qli. To'qla. Ha. Nechi pul bu? Bermaganingiz ayting bizga. 3 ga bermadingiz. Barakasini bersin. Rahmat. Bermaganlari 3. Boya bir ichkini so'radik. Aka nechi puldan bermadingiz ichkilarni? Qarorchi 2,3 million bo'ldi. 2-3 million. Erkak urg'ochi? Irg'och. Urg'ochi. Bunisi-chi? Buni 1 million 200 qildi. 1 million 200. Barakasini bersin. 1,5 ga 1 million 200. Tashkilotchilarmi? Aka nechi pul qildi buni? Assalomu alaykum. 23 mi? Urg'ochi, ha? Urg'ochi 23 million. Rahmat aka. 2 million 300 ming. Assalomu alaykum, hurmatli. Bo'ldimi? Nechi puldan bermanlaring? Nechi pulga yo'q? Ya bitta hisob. Bo'ldimi? 50 ming bersa qaraman. Qara. Barakami? Ha, savob aka. Ko'ring ana. Bizdan olaysan. Voy, nechi pulga aka? Ha? Nechi pulga? 23 bo'lsa olg'ana deb. 22 ham yo'q so'radi. 22,5 da. 23 bo'lsa olg'ana. Hozir 22 ham. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir 22 ham so'radi. Assalomu alaykum. Xo'sh, qani ana. Hurmatli, assalomu alaykum. Chiqar chaqidan. Nechta bor berdi aka? Ha? Nechta bor? Men mana bu yerda har Aka nechi pul bular aka? Maydalarni 720 dan qilyapti bir yerda. Maydalarda? Aha. Buni torting sizlar aka uzoqdan kuzatib qoldi. Bundan chiqib olgan bo'laysiz. Sizlar xalaqda men. Aka nechi pul qildi ona bolani? 3 million qilyapti. 3 million qilyapti. Bolalari nima? Bir erkak bir urg'och. Bir erkak, bir urg'ochi 3 milliondan. Barakasini bersin. Aka nechi pul? Berilmagani. Bermaganingiz ayting. 2 million ha. Barakasini bersin. Ikkalasi urg'ochimi? Urg'ochi, bo'g'oz. Ikkalasi ham urg'ochi, bo'g'oz. Barakasini bersin. Aka nima bo'ldi? Nechi pul qildi? 3 ga. Bo'g'oz. Urg'ochi. Barakasini bersin. 3 ga. Aka bu takasimidi? Sarkasimidi? Nechi pul qildi? 2 million. 2 million qildi. Bermadingiz. Barakasini bersin. Rahmat. Rahmat, barakasini bersin. Xo'p, mana ular nima yutdi? Mana bu sotilgani bor menimcha. Aka nechi pulga ketdi? Assalomu alaykum. 10,5. Urg'ochi, ha? Barakasini bersin, rahmat. 10,5 ga urg'ochi. Xo'p, akalar yarim soatdan o'tib ketdi. Soatimiz 9 ga yaqinlab qoldi. Ilojimiz yo'q, chunki vaqtimiz yetib hali mashina bozoriga ham o'tishimiz kerak. Ma'zur tutasizlar. Kanalga obuna bo'ling, like-shani bosing, kam ko'stiga rozi bo'lasizlar. Va navosini so'rab ketaylik bahonada. Akalar qanchaga baraka bo'ldi? 14,5. Barakasini bersin. Mana bu 14,5. Amaki nechi pul, amaki? 20 million. Barakasini bersin. Aka nechi pul, katta aka? Nechi pul? 67 urg'ochisi, kichkinasi. Aka nechi pul? Aka nechi pul? Ha? Aka nechi pul? Mashina shaxtami? Tarsamanglar, kanalga obuna bo'lasizlar.